Bozorni o'zgartirish qiyin-da. Feroz aka, ko'p yillik quruvchi sifatida, tajribali inson sifatida markaz o'zgaryapti degan so'zga qanday ta'rif berasiz? Bilishimcha, markazlar har xil bo'ladi. Bu boshqaruv markazi, tarixiy markaz va geografik markaz. Boshqaruv markazi o'zgarib turishi bu bo'laveradi, lekin tarixiy markazni o'zgartirish qiyin. Bu degani insonlarga manfaat keltiradigan madaniy, tarixiy markazning o'zgarmaganligi. Albatta. Ya'niki bozor shu yerda, tarixiy markaz, masjid shu yerda va insonlarga manfaat keltiruvchi maishiy xizmat ko'rsatishlar hali ham mana shu O'z markazda joyida qoladi doimiy. Shunday. Demak, bu so'zimizni oddiyroq qilib tushuntiradigan bo'lsak, oldimizda markaz nima uchun kerak degan savol turibdi. O'zi uy tanlashda asosiy narsa bu lokatsiyada. Lokatsiyani markazdan olishni, hamma narsa yaqin bo'lsa, hamma joyga piyoda borib kelsangiz, bu sog'liq uchun ham, jamiyat uchun ham juda ham yaxshi bo'ladi. Masalan, maktab, bog'cha, kurslar, restoranlar, bozorlar, masjid, tumanni markazdagi yagona masjid shu. Shunga piyoda kelsangiz qanday? Mashinada emas. Zo'r-ku. Maktab yaqin bo'lsa, bozor yaqin bo'lsa, xarajat ham kam bo'ladi, yashash ham oson bo'ladi. Shunday.